Assalomu alaykum qadrli akalar, ukalar. Kanalimiz obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Beshariq chorva bozoridan sotilgan va qaytgan chorva narxlarini yoritib o'tamiz. Hafta kuniga yakshanba, cheslovimiz 25-yanvar 2026-yil. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, bittadan videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlayverasizlar. Biz narx-navolarni bilishni boshladik akalar. Aka nech pul bo'pti? Shopir akalarimiz ekan, narxini bilmadik deyapti. Bo'ylari 120 sm atrofida chiqadigan buqa ekan. Aka nech pul bo'ldi? 28 million 200 ming so'm. Nechanchi tug'ish ekan? 4-chi bolasi ekan akalar. 10-chi bolasi. Aka nech pul bo'ldi? 19 million 500 ming so'mga olishibdi akamiz. Bolasi yo'q. Nech pul bo'ldi aka? 29 million so'mdan qaytyapti ekan akalar. Oyog'i og'rib qolibdi, shpli cho'loqlana. Aka Novocha nech pul bo'ldi? 16 million so'mga oldim deyapti akamiz. Aka nech pul bo'ldi? 64 million so'mga ikkitasi bo'pti akalar. Nech pul bo'ldi aka? 14 million 700 ming so'm. G'unajin bo'g'oz emasmi? Qisir g'unajin. Akalar 3tasi 64 million bo'pti. Hozir 2 ta o'tib ketishdi. 3tasini 64 millionga oldik deyapti. Aka nech pul bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi? 35 million. 35 million 300 ming so'm. Taroziga baraka bo'pti akalar. Nech puldan bo'ldi aka? Taroziga 60 ming so'mdan. Kilosi nech kilo chiqdi? 470 kilo chiqdi akalar. Taroziga 60 ming so'mdan kelishdi deyapti. Akalar nech pul bo'pti bu? 21 million 500 ming so'm bo'pti. Bo'ylari 120 sm atrofida chiqadigan buqa akalar. Drabilka olaman deganlarga Beshariq chorva bozorida akamiz drabilka sotyapti ekan. Aka nima ma'lumotlar? 6,5 kilovatlik, 3,5 ming оборот. Universal drabilka. Makka bug'doy, paya, somon, xo'l quruq universal maydalaydi. Buni motori qanaqa? Motori misligi ham bor, aluminligi ham bor. Dastlabkasi bepul, qayerga bo'lsa olib borib, ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib kelinadi. Puli 2,5 million so'm. Aluminimiz qanday farqlanadi narxi? 200 ming farqi bor. Misligi 2 million 700 ming, aluminligi 2,5 million. Yana kelishiladi, tushib beriladi, dastlabkasi bor. Ishlaydigani qaysi Alumin pastokda ishlayveradi. 160 tokkacha ishlayveradi. Dastlabkasini qayergacha qilamiz? Dastlabki vodiy bo'ylab. Shu narxini ichida. Narxini ichida. Vodiy bo'ylab 90lik 566 83 13. Mana akalar ichlari drabilkan. 20 ta pichoqli ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa. Aka nech puldan bo'ldi? 18 dan bo'ldi aka. Ikkitasi 18 million so'mdan bo'pti akalar. Vatanimizmi? Aka nech pul bo'ldi buqa? Shopir akamiz ekan narxi. 32 million so'm bo'pti. Bo'ylari 130 atrofida chiqadigan buqa. Beshariq chorva bozori o'ta qizg'in bo'ldi akalar bugun. Yana 23 million so'm bo'pti. Bolasi nima ekan bolasi? 10-chi ekan bolasi. Nechanchi tug'ish? 3-chi bolasi akalar. Bozor o'ta qizg'in bo'ldi. Oluvchi ham ko'p bo'ldi. Sotuvchi ham ko'p bo'ldi. Aka nech puldan bo'ldi? 10-jilar 10 million so'mgacha bo'pti akalar. 3tasi. Aka nech pul bo'ldi Novocha?
17,5 million so'mdan qaytibdi. Bo'ylari 1.10 atrofida chiqadigan novvoscha. Eldorbek o'z. Aka qo'najin nech pul bo'ldi? 23,5 million. Nech pul dedingiz? 15,5 million so'm ekan akadan. 15 million 500 ming so'm. Bormi dehqon bozor bir kishi? Bo'ylari 120 ga yaqinlashib qoladigan qo'najin ekan akalar. Bo'g'oz qisilligini so'ramadik, bilmadik. Bu qachon nech pul bo'ldi aka? Dehqon bozor bir kishi. Mana olyapman. Bo'lyapti mollar uka. Mollarning narxi sifatiga bog'liqda. Bo'lyaptimi? Ha, mollar narxi zo'r. Aka nech pul bo'ldi novvos? 23 million 200 ming so'mga akalar. Bo'ylar 120 atrofida chiqadigan novvos. Aka nech pul bo'ldi? Shopir akamiz ekan akalar. Bo'ylari 120 ga yaqinlashib qoladigan bo'qani yetalab chiqib ketgan. Aka nech pul bo'pti? Nech puldan? 20 milliondan qaytdi deyapti akamiz. Oy. Aka nech pul bo'pti puli? Shopir ekan, shopir. Akamiz shopir ekanlar. Aka nech pul bo'ldi? 12 million. 12 million so'm. Novvoscha 12 million so'mga 1 metr atrofida chiqadigan bo'ylari. Aka nech pul bo'ldi chivet? 14. 14 million so'm. Qo'najin. 120 dan ozgina oshiqroq chiqadigan bo'yi akalar. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul? 2,29 jupi bo'pti akalar. Buni sherigi Qancha dedi? 2,29. Otish qog'ozlariga akalar. Aka oldingizmi? Sotdi. Sotdingizmi? Nech puldan sotdingiz? 3,5 bo'ldi kana. Ikkitasi 23,5. Aka nech pul bo'ldi shvet? 28 million so'm. Bozor ommaviy ravishda qaytyapti akalar, bozor tugadi. Qancha kam? 15,5 dan 31 million bo'pti ikkitasi akalar. Sementalcha nech pul bo'ldi? 16 million so'mga. Novvoscha akalar. 95 cm atrofida chiqadi bo'ylari. Aka puli nech pul bo'ldi? 14 million. 14 million 700 ming so'mga olibdi akam. 1.5 atrofida chiqib qoladi akalar bo'yi. Aka nech pul bo'ldi? 12 million 100 ming. 12 million 100 ming so'mga qo'najinchani olishibdi akamiz. Nech puldan bo'ldi akalar? 12 million 900 ming so'mdan 3 tasi bir joyga. 1 metr atrofida chiqadigan novvoschalar akalar. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul dedi? 22 million so'm. Akalar 45 million so'mga. Bo'qa. 650 kilo atrofida chiqadigan bo'qa. Bo'yi ham 1,5 metr atrofida chiqar ekan. Aka onajin nech pul bo'ldi? Shopir akamiz yetalab chiqyapti ekan, egasi hali. Kenar bu. Eldorbek o'z. Eldorbek o'z. Gazini bosib. 14 million 200 ming so'm bo'lsa. Aka nech pul bo'ldi qo'najin? 11 million 200. 11 million 200 ming so'm. Bo'ylari 1,7-1,8 cm chiqadigan qo'najin ekan. Aka shvet nech pul bo'ldi? 18 million. 18 million so'm. 1,20 atrofida chiqadigan bo'ylari. Novvoscha. Nech pul bo'ldi bu? Nech puldan? 22? 27 dan. 27 million so'mdan qaytdi deyapti. Aka nech pul bo'ldi novvoscha?
18,5 million so'm deyapti. 1.15 atrofida chiqadi buradan. Voy birodarlarim, bechara mal bozoridan kelaveringlar. Mana sigirlar ham yo'q arzon. Bo'ldi. Mana 260 sigirlar hamma beg'ida bozoridan. Kelaveringlar, vodiy toshgan ham yo'q. Necha puldan bo'pti? Ikkitasi 26 million so'm bo'pti akalar. 1 metrga borib bormay qoladigan novvoschalar. Aka necha pul bo'ldi bu? 12 million 500 ming so'm. Hozir 1 metr chiqadiganlar. Akalar 11 million so'mdan bo'pti. Bo'ylari 85-90 atrofida chiqadigan novvoschalar. Kelinglar, mollar arzon bechariqda. 30 million so'mga oldim deyapti akamiz. Bo'ldi. Bolasi nima? O'najimmi? Bolasi o'najim. Birinchi tug'ish deyapti. Bunisida savdosi bo'lib turgan joyini ham syomka qildik. O'sha ena bolalar naqlarni yoritganimizda yoritib o'tganmiz. Ko'proq g'oz yurasiz. Akalar, shu joyda videomizga yakun yasaymiz. Telefonimiz ham zaryadda oz qolganligi sababli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'llab-quvvatlavorasizlar. Aka nech pul bo'libdi? Nech puldan? 14 million so'mdan qaytibdi akalar. Ena bola nech pul bo'ldi aka? 21 million so'm bo'ldi. Ko'chada. Baqara chiqim. Ko'chatchalar sifati yaxshi ekan, ko'chatchalarda. Aka nech pul bo'ldi buqa? Sotilmadi qaytdi. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha